Dollar O'zbekistonda yana keskin pasaydi. Bugun tijorat banklarida AQSh dollarining xarid kursi 12 ming so'm chegarasidan pastga tushdi. Ayrim banklarda hozirda bir AQSh dollari 11.970 so'mdan xarid qilinmoqda. Bu ko'rsatkich oxirgi 2 yil ichida qayd etilgan eng past narxlar qatoriga kiradi. Mutaxassislarning aytishicha, ushbu holat ichki bozor va xalqaro moliya maydonidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayni paytda oddiy fuqarolar uchun bu kursning pasayishi ayrim tovarlar va xizmatlar narxiga ta'sir qilishi kutilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, valyuta bozoridagi keskin o'zgarishlar kelgusi kunlarda ham davom etishi ehtimoldan xoli emas. Eng muhim yangiliklardan bexabar bo'lmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Siz birinchi bo'lib eng tezkor va ishonchli xabarlarni olasiz.